duo qilib qo'ysak. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Parvardigorim, mana bu hajakalarimiz, hojonalarimiz bizni kamtarona xizmatimizdan mamnun bo'lib mana rozilik ettirishyapti. Parvardigorim, hojolarimiz so'ragan mana shu Hikmatulloh hajakamizga ishlariga muvaffaqiyat, ishlariga doim barakot yog'ishini Alloh nasib eylesin. Qilayotgan kasb-korlarga barakot, xonadonlarga barakot, rahmatini yog'dirsin. Xususan mana bu Abdulloh boshliq barcha firmamiz xodimlari mana bu biletlar tayyorlab, mana bu firmaga xizmatlarimizni yetkazib berib, Madina Munavvarada xizmat qilib turgan, Makka Mukarramada xizmat qilib turgan barcha hojilarimiz, hojiboshlarimiz, yilboshlarimiz, barchalar ular qatoridan Hikmatulloh hajakamizni ham barchalarimizni qilayotgan kasb-korlarimizga Alloh barakot ato qilsin. Firmamizni bundan daromadi ziyoda bo'lsin. O'zbekistonda hajakam aytgandek sanoqli firmalardan bo'lib, hojilarda doim xizmatda bardavom bo'lib, yanada yuksak hojilarda xizmatda bardavom bo'lmasini nasib aylagin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannar. Parvardigor, bu hajakalarimiz, hojonalarimiz ham yurtimizga borganda mana shunday ibodatda peshvo bo'lib, bu meni ham mana shunday hojaka bo'lsam, bularni yurishlarini ko'rib, men ham mana shunday hojaka bo'lsam, men ham mana shu hojiga borsam, mana shunday hoji onalardek bo'lib yurib, ibodatda peshvo bo'lib, nasihatgo'y bo'lib, doim mana shunday bo'lib, hammaga ibrat bo'ladigan hoji onalardan bo'lib yurmoqligini nasib qilsin deb havas qiladigan hoji onalardan, hojakalarimizdan bo'lmaylik, barchamizga nasib aylagin. Xonadonlarimizga barakotingni, rahmatingni yog'dirgin. Allohumma salli va sallim va barik alayhi bi rahmatika ya Rahmat.